Ko'chadagi bitta katta yamiga tushdim, asablarim menga chiqib, balonim ikkiga ajralib ketishiga sal qoldi. Anu yamanni chuqurligini ko'rsanglar, kotlovan qilib dom qurib yuborsanglar bo'ladi. Menga chiqqan asabim bilan endi mana bolalarim uxlatib, kuxnyani uborka qilishga kirdim. Конечно, bu men uchun anti-stress. Qisqacha, sizlar ham kuxnyani yig'ishtirayotganingizda nimadirlarni cho'qlab, biqin qilib ish qilasizlarmi? Menda imенно shunaqa. Endi bo'lsa hamma joylarni ko'pirtirib yuvamiz. Men bittiga bardakka chida bo'ldim. Abotda bo'lsa 10 soat yuvgan posudamni 10x qilib qo'ymasam bo'lmasdi. Endi bo'lsa hamma joy qalbimga o'xshab kristalli bo'lib yaltirab turibdi. Soat necha bo'lganini bo'lsa endi sizlarga ko'rsataman. Hamma taxtadek bo'lib uxlab yotgan bir paytda soatimiz millari 2:30 bo'ldi. Endi bo'lsa ertalab ishga ketamiz. Ishimiz, конечно, Muhsin posudadan boshlanadi. O'rtog'im bilan cho'ma-cho'm qilib bo'ldim. Endi bo'lsa sizlarga magazinni obzorchik qilamiz. Zo'r tog'ora chekib qopdi, o'zini qoshiq vilkasi bilan divotuvdim, olamadim. Shu payt xayolimda Telab qiladi deysizlar, lekin rostdan ham qiz bolani qo'li bunaqa narsalarga kuchi yetmaydi degan gaplari esimga tushib ketib, shvabralarni obzor qilishga o'tdim. Burchakkalar qorayib ketayotgan bo'lsa, mana shu shvabrada ishqalasanglar, yer jigarni sug'urgandek bo'lasizlar, top-toza bo'lib qoladi. Bu kichkina idishchalar bo'lsa, pripravalar uchun ideal tanlov. Non soladigan idishlarni ham har xillardan kelib. Mayda-cho'da taqir-tuqur narsalaringlar hamma joyda yoyilib yotishini xohlamasanglar, shunaqa organizerlardan olib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Har xil variantlardan bor, nima solish o'zingizlar hal qilib olasizlar. Men bu dushlakka bo'lsa, vapche besh ketdim. Ikki xil rangidan bor ekan. Abyoda bo'lsa, bolajonlar uchun butukalar bilan lunchboxlarni ham topasizlar. Stollarning ustida chaqchuqlaringlar chiroyli turishini xohlasanglar, shunaqa 6 tali naborimiz atiga 75 ming so'mdan. Agar xolodilnikingizda produktlar Pinterest bo'lib turishini xohlasanglar, har xil organizerlar ham bor. Tuxumlarni-ku 30 tadan boshlab 10 taligacha ham bemalol topasizlar. Narxi juda ham arzon, lekin baquvvat bo'lgan shunaqa organizerlar ham bor. Bu narsalarni nimaga ishlatishni o'zingizlar hal qila olasizlar. Atiga 175 ming so'mga shunaqa qattiq 4 tali organizer ham bor. Har xil sir, kolbasa, limon, любой narsa soladigan idishlarimizdan ham bor. Agar qaynananglar siqib suvinglarni ichayotgan bo'lsa, bitta shundan beringlar, limon siqib o'tiradi. Xullas, magazinning real kattaligini o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Uyingizga kerakli любой taqir-tuqurlarni bemalol topib o'rasizlar. Dash babularning shunaqa sumchkasigacha ham bor. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr. Muhsin posudaga obuna bo'lish esingizlardan chiqmasin.